O'zbekiston gerbi o'zgarishi mumkinmi? Gap shundaki, senator hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov O'zbekiston Respublikasining davlat gerbini qayta ko'rib chiqish taklifini bildirdi. Uning fikricha, gerbdagi paxta va bug'doy ramzlari hanuz sovet davri bilan bog'lanib qolgan va bugungi zamonaviy O'zbekiston ruhini to'liq aks ettirmaydi. Shuningdek, u mustaqillikdan keyin ham ushbu qishloq xo'jaligi mahsulotlarining gerbda saqlanib qolishi sobiq tuzum bilan mafkuraviy bog'liqlikni anglatishini ta'kidladi. Rafiqovning aytishicha, davlat ramzlarida 1990-yillardagi siyosiy xavotir va ikkilanishlar ham aks etgan. Senatorning ta'kidlashicha, mamlakat ramzi endi faqat qishloq xo'jaligi bilan emas, balki milliy qadriyatlar, taraqqiyot, zamonaviy islohotlar va kelajak sari intilishlarni ifodalashi kerak. Ayni paytda ushbu taklif ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilinmoqda. Ayrimlar gerb tarixiy ramz ekanini aytayotgan bo'lsa, boshqalar uni zamonga mos ravishda yangilash kerakligini qo'llab-quvvatlamoqda. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi o'zgarishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.